Abdurashid Nurmurodov. Urush asari. Urush bir so'z, ammo minglab taqdirlar. Bu kitobda o'qlar ovozi emas, inson yuragi ovozi yangraydi. Kimdir frontdan qaytdi, kimdir esa o'sha yerda bolaligini, orzusini qoldirib ketdi. Abdurashid Nurmurodovning Urush asari g'alaba haqida emas, yo'qotishlar haqida rost gapiradi. Chunki urush tugaydi, ammo uning izlari yuraklarda qoladi. Urush o'qib chiqiladigan emas, his qilinadigan kitob. Bir paytlar kulgan yuzlar bor edi, endi esa xotiralargina qolgan. Urush odamni askar qilmaydi, urush odamni sinaydi. Bu kitobda qahramonlik baland ovozda aytilmaydi, u jim turib ko'zlar bilan gapiradi. Urush tirik qolganlar xotirasi, qaytmaganlar sukuti. Aziz zamondoshim, urush bu shunchaki voqealar ketma-ketligi emas, bu qalblarga chuqur kirib boruvchi, tarixning eng og'ir lahzalarini his etishga undaydigan asar. Bu kitob boshqa urush hikoyalaridan farq qiladi. U voqealarni takrorlamaydi, balki xalqning o'zi bilan yuzma-yuz suhbatlashadi. Har bir qahramon bu sen va men kabi inson. Ularning uyi bor edi, orzulari, umidlari bor edi. Ammo urush ularni boshqacha tomonga olib ketdi. Og'riq, yomg'irli xotiralar va unutib bo'lmas kunlar iz qoldirdi. Urush bu o'tmishni eslash, bugungi tinchlikdan minnatdor bo'lish va inson qalbidagi izlarni tinglash haqidagi kitobdir. Siz ham bu hikoyalar orqali yuragingizda chandiq qoldirgan rostgo'y hayotiy lahzalar bilan yuzlashga tayyormisiz? Asardagi qahramonlar haqida yozuvchi yuzlab odamlar bilan suhbatlashgan, ularning hikoyalarini qalbidan kechirgan. Shuning uchun voqealar juda jonli va ta'sirli. Bu asar o'quvchini nafaqat tarixiy urushni tasavvur etishga, balki insonlar his-tuyg'ularni his qilishga chorlaydi. Abdurashid Nurmurodovning Urush kitobini to'liq o'qishingizni tavsiya qilib qolamiz.